Nima uchun ma dunyoda hamma zolimlarni bizga ko'rsatib azoblayotmaydi? Biz ma millat o'zgarsa bo'ladi, ma zulm o'zgarsa bo'ladi, ma zulmdan qutulsa bo'ladi deymiz ya. Bu zulmdan qutulishi nereden boshlanadi? Zalim kuchlikken, uning qarta bir ish qilgan foydasi yo'qkan deb bu zolim qarta harakat qilishni keyingi yaltaygan bu xalq qarta Alloh taolo qanday muomala qildi? Biz bugün Allah subhanahu wa ta'alanınki Celal isimlerden birini günümüz. Biz ilgiri Allah subhanahu wa ta'alanın Rahman ismini öğrendik. Nait şefkatlik degen, Rahim ismini öğrendik, Razzaq ismini öğrendik. Hemmesi Allah subhanahu wa ta'alanınki Cemal isimleri. Yani Allah'ın güzellikini namayan kıldığı isimler. Endi biz bugün Allah subhanahu wa ta'alanınki yeni bir tarafını tunuşqa tirişimiz. Yani Allah subhanahu wa ta'ala ana şundaq güzellik sahibi bulaşılan birige Allah subhanahu wa ta'ala güç sahibi. Yani Celal tarafı Allah ta'alanınki. Ana şu Celal tarafını bizge tunuşturulgan bir qancha isimleri var. Ana şu isimlerin qatoridan biz bugün o'qiydigan El-Muntaqim ismi. Yani Allah subhanahu wa ta'ala nait kuyimchan, şefqatli ulaşılan birige El-Muntaqim, intiqam ağucu zat. Allah Taala özünü tunugan, Rabbini tunugan, özünün ma dunyoga kelish g'oyasini tunugan, shundaq kishilarga shafqat qilsa, rahim qilgan bo'lsa, Allah subhanahu wa ta'ala o'zining haddini bilmagan, haddidan oshgan, boshqalarga zulm qilgan, qon to'kkan kishilardan intiqam ağucu Allah Taala. Şu Allah Taala Qur'on Karimda inna minal mujrimina muntaqimun deydi. Haqiqatan biz o mujrimlardan, yani zalimlardan, tajovuzlardan intiqam olamiz deydi. Qarab baqadigan bo'lsak, bizning beshimizga zulm kelgili 70 yildan oshdi. Bo'libmi oxirgi 5-6 yil mobaynida bizning beshimizga kelgan zulm haddidan oshdiki, asosliq dunyoda bilmagan odam nihoyat oz qoldi. Har xil shaklda bizdagi zulm kishilarga tushuntirildi, anglatildi, ba'zilar guvohlik berdi, ba'zilar namoyish qildi. Dunyo asosan degudek angladi. Yana shunday qilyapmiz. Ammo buning qarta dunyodan yetarlik ovoz chiqdimi? Chiqmadi. Bizdagi bo'lgan zulm yepib qo'yg'achqa, bizga zulm qilayotgan zolim nihoyat makkar zolim bo'lg'achqa, uyning ichiga kelib mushlaydigan, o'ltiradigan, sulaydigan, shunday zolim bo'lg'achqa, bizdagi zulmni bilmagachga dunyo. Shunga bizga yordam qilolmagan bo'lishi mumkin. Asli ma dunyoda nihoyat madaniyatli insonlar botdi, zulm qarshi insonlar botdi degan xayol kelib qolgan bo'lishi mumkin. Endi bugungi kunda qarab baqadigan bo'lsak, butun dunyoning ko'z oldida bugungi kunimizda qiziq nuqta bo'layotgan o'sha G'azzada hozir qadar 250 kunga yaqin bo'ldi. 35 mingdan ortiq odam dunyoning ko'z oldida o'ltirilyotdi. 20 mingga yaqini hammasi kichik bolalar. Ammo buning qartami dunyodan hech bir yetarlik ovoz chiqmadi. Bunga hay deydigan bir odam chiqmadi. Dunyoda o'zini adolat bilan, ilg'orlik bilan, kishilik huquq bilan, demokratiya bilan da'vo qiladigan davlatlarmi buningga hay deyish yo'q. Aksicha buni ostirdan qo'lladi. Alloh taolo bunda bir zulmga asla va asla rozi bo'lmaydi. Hatto bunda bir zulmni sukut qilgan bir xalqni Alloh taolo hargizmi bo'sh qo'yatmaydi. Alloh taolo shu Qur'on Karimda inna minal mujrimina muntaqimun. Biz mujrimlardan chuqum intiqom olamiz deydi. Bu zulm shunda ketaverami? Bu zolimlar shunda kuchlib mengaverami? Qachon bu zulmdan qutulamiz? Bu zolimlar jazosini tatmam degan bu xil savol kelib, natijada ba'zi tushkunlashib qolishi mumkin. Alloh subhanahu va taolo dal bizning tushkunlashmasligimiz uchun o'zining bir sifatini al-muntaqim deb bizga tushuntirdi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo ana shundaq haddidan oshgan zolimlardan intiqom olg'uchi. Va shundaqla bu isminingki namoyandi sifatida biz ishonadigan, biz tilovat qiladigan, biz iymon etgan Qur'on Karimda nurg'ulg'an zolimlardan, mujrimlardan intiqom olganligini nihoyat aniq bayon qilib berdi. Masalan, Alloh taolo intiqom olgan zolimlarning qatoridan dunyoga hukmronlik qilgan zolim bor. U qaysi? Namrud. Ma dunyoning hammasiga hukmronlik qilgan 4 dona cho'ng podsho bor. Uning birisi İskender Zulqarnayn yoki Zulqarnayn, yana birisi bo'lsa Sulaymon alayhissalom. Bu ikkisi musulmon, ikkisi kofir. Uning birisi Namrud, yana birisi bo'lsa Buxtanasar. Namrudning voqealigi Qur'on Karimda bayon qilinadi. Namrud ana shundaq o'zining kimligini unutgan, haddidan oshgan bir podsho. U o'zi haddidan eshilan biriga o'zi Robblik, ilohlik davosini qilgan. Buning qarshi İbrahim alayhissalom tavhid ilmi bilan sen tildiranmaysan, sen o'ldiranmaysan degan bu tavhid davosidan chiqqan. Bu podsho ana uhyi va umid, men hayotlik birman, men o'ltirma dedi. İbrahim alayhissalom Robbiyallazi yuhyi va yumit, o'ltirdigini tirildirgan mening Robbim dedi. Bu podsho o'zining bu saxta davosini rasqa chiqarish uchun ikki odamni keltirib, birisini o'ltirib, birisini qo'yatib, qara, men birini hayot qildim, birini o'ltirdim dedi. İbrahim alayhissalom fa innalloha ya'ti bish-shamsi minal mashriq va ati biha minal maghrib. Mening Robbim unda bo'lsa, quyoshni mashriqdan chiqaradi, sen mag'ribdan chiqarib boqamasa dedi. Fa bu hitallazi kafar. Bu zolim ashada mat oldi. Demak, bu zolim ana shundaq o'zi mat olgan bo'lsa-mu, lekin İbrahim alayhissalomni o't ko'ydirib o'ltirmoqchi bo'ldi. Natijada nurg'ulg'an o'tin to'plandi. Oxirida o't qonib İbrahim alayhissalom manchanoqda ana shu o'tning qa'riga etildi. Alloh subhanahu va taolo o'tning yaratquchisi bo'lg'achqa, ya naru kuni barda va salama. Ey o't, İbrahimni salomat qo'ygan holda suvoq bo'lib ber dedi. O't İbrahim alayhissalomni ko'ydamidi? İbrahim alayhissalom qutuldi. Alloh taolo mana shu Namruddan iborat bu zolimni kishilarga ibrat qilish uchun, o'zining muntaqim ismini namoyon qilish uchun Alloh subhanahu va taolo eng kichik maxluqoti bo'lgan pashalarni avatish orqali halok qildi. Qanday halok qildi? Alloh taolo Namrudga pasha opitini avatdi. Pasha uning qasr o'rdisi hammasi kirib, hatto askarlarning burun, eg'izining hammasi kirib, hammasini saran qilib o'ltiribdi.
Nemrut'ti. Tarixiy kitoblarda aytilishicha, Nemrutning burniga bir pash kirib, odamlarni burniga shu pashini o'g'izg'ili selib, saq 400 yil ana shunda azob tortib oxirida o'ldi deydi. Undan boshqa Fir'avn bor, ko'pinchimiz biladigan va qarqin jiq so'zlab ketdik. Fir'avn ana shunda bugungi zolimlarga o'xshash o'zining xalqidan o'zining gapi kirganini, o'zining millatida bo'lganini ulug' zulm qilmay, ammo Yaqub alayhisolamning avlodlari bo'lgan Bani Isroillarga ashaddiy zulmlarni tetitdi. Alloh taolo ularga Musa alayhisolamni avatdi. Musa alayhisolam Allohning buyrug'i bilan ularga vahiy yetkazdi, chiroyli tushuntirdi. Lekin Fir'avn asla va asla o'zining haddini bilmadi. Aksicha ularga texama qarshi chiqdi. Oxirida Alloh subhanahu va taolo fantaqamna minhum faghraqnahum fil yamm bi annahum kazzabu bi ayatina va kanu anha ghafilin. Biz ulardan intiqom oldik deydi. Yani Fir'avndan ve onun qo'shonidan intiqom oldik dedi. Bunun vaqaligini so'zlab bo'lgan ana robbukumul a'la. Men sizlarning Robbinglar degan bu Fir'avnni Alloh taolo hayotlikning manbasi bo'lgan suv bilan g'arq qildirdi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning davrida nurg'ulg'an zolimlar bo'ldi. Ularni Alloh taolo yana bir muddat o'tgandan keyin ularni o'zining muntaqim sifati bilan halok qildi. Tarix qarab baqadigan bo'lsak, tarixda zulm hech qachon yo'qolib boqqan emas. Chuqum zolim bo'lgan, mazlum bo'lgan. Musa alayhisolamga Fir'avn bo'lgan, Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamga Abu Jahil bo'lgan. Undan keyin kelgan har qanday bir musulmon jamiyati yoki islom davlati olsun yoki musulmonlar olsun chuqum zulm va zolimlar mavjud bo'lgan. Alloh subhanahu va taolo zolimlarni biroqlam halok qilmaydi. Bizni imtihon qiladi. Bu zulm uchragan kishilar nima ishlarni qiladi, qanday inkas bildiradi, o'zining majburiyatini ado qilamdi, qilmamdi, va yoki u zolimga alib ketamdi, va yoki zulm bilan qarshi yo'q, o'zining bir kishilik turmushining g'amida faqat hayotlik mush yashash yo'lini tanlamdi deb Alloh taolo bizni imtihon qiladi. Shu esimizda bo'lsin. Biz o'zimizning majburiyatini tunib, u zolimlarga qarshi bir ish qilaylik yoki qo'limizdan kelgan bir ishlarni qilaylik va yoki qilmaylik, Alloh taolo ularning intiqomini oladi. Inna minal mujrimina muntaqimun. Biz zolimlardan chuqum intiqom olamiz dedi. Alloh subhanahu va taolo unda bo'lsa intiqom oladi ekan. Nima uchun buncha zulmlar bo'lsa, biz 70 yil yaqin bo'lsa zulm tatvatqili. U G'azzada 35 ming yaqin kishilar o'lsa, to'g'risi o'lmadi, shahid bo'ldi. Ya'ni ular inshaalloh hayot. Nima uchun Alloh taolo shu vaqtlam intiqom olmay, nima uchun kechiktiradi? Albatta buningda Alloh subhanahu va taoloninki nurg'ulg'an hikmatlari bor. Birinchi sababi bizning rostchilarimiz bilan yolg'onchilarimizni ayirish, bizning ichida haqiqiy savrchan kishilar bilan, mujohidlar bilan, haqiqiy mush yo'lda rost turadigan kishilar bilan saxta iymon va kishilarni ayirish maqsad. Birinchisi Alloh taolo bu sababdan kechiktiradi. Buni Alloh taolo Qur'on Karimda nayt ochiq qilib, "Am hasibtum an tutraku wa lamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum wa lam yattakhidu min dunillahi wa la rasulihi wa lil mu'minina walija." Alloh taolo sizlarning oranglardan jihad qildiganlarni va Allohning payg'ambaridan va mu'minlardan boshqasini sirdash qilib olmaganlarni, ya'ni kofirlarni do'st olmaganlarni, kofirlar nega chaqirsa ashaga bormaydiganlarni, ya'ni o'zining maydoni iniq kishilarni ayirmay turib, o'z holimizga qo'yibitimiz deb o'ylamsizlar. Biz iymon etdik deb qoplam, qaysinglar mujohid, qaysinglar mujohid emas, qaysinglar haqiqiy mu'min, buni ayirmay turib o'lgandan keyin jannat kiymaymiz deb o'ylamsizlar. Hargiz undaq emas. Vallohu xabirun bima ta'malun. Alloh taolo sizlar qilayotgan ishlardan xabardor deydi. Alloh taolo har vaqt talaq qiladi. Bizga 70 yil uzun biladi. Chunki biz 70 yil 60 umr ko'rgan bir maxluq o'g'achqa, ammo dunyoning umri bek uzun. Alloh subhanahu va taolo nisbatan bu 60-70 yillik umr bek kichik gap bu. Hammamiz 100 yildan keyin o'lib ketamiz. Hech qaysimiz qolmaymiz mas'uliyatda 100 yildan keyin. Ammo Alloh taolo chuqum o zolimlardan intiqom oladi. Muhimi biz mushu beshimiz kelgan mushu zulmlarga qarshi qanday pozitsiya tutdik? Qo'limizdan kelgan oddiy ishlarni qila oldikmi? Biz rost mu'min, oxirat kishimiz, jannat kishimiz degan mushu gapimizda rostsul tura oldikmi? Mushuni ayirish uchun Alloh taolo zolimga muhlat beradi. Alloh taolo va ka'ayyin min qaryatin amlaytu laha wa hiya zalima. Biz nurg'ulg'an shaharlarga, nurg'ulg'an davlatlarga zolim bo'lsa-mu muhlat berdik. Ondan keyin ularni jazo oldik, ulardan intiqom oldik deydi. Qachon rasmiy mu'minlar bilan saxta mu'minlarni, rasmiy mujohidlar bilan saxta mujohidlarni, haqiqiy iymon etdim degan kishilar bilan ig'izning ushida iymon etgan kishilarni ayirib bo'lgandan keyin biz ularni halok qildik deydi. Ma bo'layotgan bizning beshimiz kelgan zulm bo'lsin, va yoki G'azzaning beshiga kelgan zulm bo'lsin, bu bir imtihon. Bizga uzun bilinishi mumkin. Muhimi biz o zolimlarni Alloh qachon halok qiladi deb Allohdan uni hisob so'ramay, o'zimizni hisob so'rashimiz kerak. To'g'ri, bizning qilgan ishimiz cho'ng ish qilmaslik mumkin, lekin qila oladigan ishimizni qildikmi? Beshimiz kelgan bu musibat qarta azroq g'am tortdikmi? Bir tipirlab baqdikmi? Harakat qilib baqdikmi? Bu muhimi. Ikkinchidan, ya'ni Alloh subhanahu va taolo zolimlarning intiqom olishni kechiktirishning ikkinchi sababi bo'lsa, "Va liyumahhisallohu allazina amanu va yamhaqal kafirin." Alloh taolo mu'minlarni ularga yetgan musibat va shundaqlar har xil qiyinchiliklar, ana shundaq mayli zulm bo'lsin, har qanday bir musibat orqali Alloh taolo poklaydi deydi. Ya'ni ma'naviy jihatda poklaydi. Masalan, rohatda nurg'ulg'an ma'naviy ba'zi bir ig'richiliklar bizga yetgan bo'lsa, ana shundaq bir zulmlar va yoki musibatlar orqali biz o'zimizni qaytimiz, ma'naviy jihatda poklanamiz. Uchinchisi bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo ana shundaq ba'zi kishilarni mazlum qilish orqali ularning o'rnini yuqori ko'tarishni iroda qiladi. Esimizda bo'lsin, raqibimizning cho'ng ekanligi bizning o'rnimizningki yuqori ko'tarilganligini ko'rsatadi. Bizga zulm
zulm qilayotgan zolimlar hozir dunyoda hammasi qo'rqadigan bir zolimlar. Demak, dushmanimiz cho'ngkan, bizning o'rnimiz cho'ng. Alloh taolo bizga cho'ng bir dushman qilgan bo'lsa, Alloh taolo bizga cho'ng bir ishni tayyorlayotgan bo'lishi mumkin. Va shundaqla buni Alloh taolo Qur'on Karimda ochiq bayon qilib, nima uchun Bani Isroillarga fir'ondek bir zolimlarni musallat qilganligini bayon qildi Alloh taolo. Va nuridu an namunna alallazina stud'ifu fil ard va naj'alahum a'imma va naj'alahumul varithin. Biz az zaminda zulmga uchraganlarga yaxshilik qilishni iroda qildik. Qanday yaxshilik qilishni? Va naj'alahum a'imma. Biz ularni yetakchi qilmoqchi deydi. Va naj'alahumul varithin. Biz ularni varis qilishni iroda qilamiz deydi. Biz agar Alloh subhanahu va taolo degandek, talab qilgandek o'zimizning iymonda rostchil bo'lib, qo'limizdan kelgan ishlarni qilsak, biz kelgan bu zulm, bu musibatlar, bu qiyinchiliklar bizning keyingi bir cho'ng ishga tayyorlayotganligini bildiradi. Alloh taolo bizni ana shunday yuqori o'ringa chiqarish uchun bizga cho'ng bir dushmanni musallat qilib, uning qarta bizga ba'zi majburiyatlarni yuklasa, Bani Isroillar tutgandek pozitsiyani tutsa, ahvolimiz xatar. Bani Isroillarga ana shunday Alloh taolo Fir'avnni musallat qilish orqali biz ularni a'imma, imom qilishni iroda qildik, rahbar qilishni iroda qildik, yetakchi qilishni iroda qildik, varis bo'lishni iroda qildik, dedi Alloh taolo. Ammo Bani Isroil qanday qildi? Bizga o'xshash qildi. O zolim degan kuchlik tursa, biz ulardan qanday o'shibmiz? Qilg'ashimizning nimaga foydasi bor? Ularni hech narsa taramaydi degan bizga o'xshash o'yildi. Alloh taolo buni Qur'on Karimda naq bayon qildi bizning tushib qolmasligimiz uchun. Ya qavm, udkhulul ardal muqaddasata allati kataballohu lakum va la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Ey Bani Isroil, sizlar Alloh taolo sizlarga farz qilgan bu muqaddas zaminga kiringlar. Buni o'zimizga salsak, ey Uyg'urlar, Alloh taolo sizlarga bergan u zaminingizga kiringlar yoki uning qarta bir ish qilinglar. Va la tartaddu ala adbarikum. Keninglar yanmanglar. U dushman cho'nkan, dushman kuchlikan deb surishab qolmanglar. Bir ish qilganning foydasi yo'qkan degan maida kelib qolmanglar. Fatanqalibu khasirin. Agar hozir dushman cho'ng gap qilgan bilan bizning bir ish qilganimiz baka deb keyimizga yansak, fatanqalibu khasirin. Sizlar ziyon tatqiqot bo'lib qolasizlar deydi. Bani Isroil qanday ifoda bildirdi ana shunday bir fursatga? Qal ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha dedi. Musa alayhissalom ana shunday sizlar zaminga kiringlar, u zolim qarshi bir ish qilinglar, urush qilinglar desa, u Bani Isroil, ey Musa, u zolimlar bo'ldi ekan, biz u yerga kelmaymiz. Fadhhab anta va rabbuka faqatila. Sen Robbing bilan bir urush qil. Sen Robbing kuchli bo'lgan ekan, sen payg'ambar bo'lgan ekan, sen Robbing bilan bir urush qil, biz bu yerda o'ltirib turaylik dedi. Biz hozir xuddi ig'zimiz demasakmi, ba'zi duolarimiz deb salamiz. Ey Alloh, vatan ozod qilib bersizlar. Ey Alloh, zolimni halok qilib bersizlar. Nim farqi bor ekan Bani Isroil bilan? Ey Musa, sen Robbing bilan urush qil degan gapda. Xuddi Allohni qilib bersizlar, etib bersizlar. Biz nima ish qilamiz? Biz bu yerda o'ltirib turamiz. Nauzubillah. Bunga diqqat qilish lozim. Ey Alloh, bizning qo'limiz bilan o zolimlarni halok qilishga bizni muyassar qilsizlar. Bizni unga muvaffaq qilsizlar deb bu xil shakllantirishimiz kerak. Bani Isroil dal ashunda degan. Biz bu yerda o'ltirib turamiz, sen Robbing bilan urush qilgan degan. Agar biz ashunda duo qilib ashunda mengaversak, ey Alloh, Xitoyni halok qilyapsizlar. Ey Alloh, bizimizni qaytarib bersizlar deb o'shunda deb o'zimiz duoni qilib qolib, o'zimiz dunyo hayoti bilan qalbimizda vatan g'ami yo'q, millat g'ami yo'q, din g'ami yo'q mengaversak, nima ish bo'ldi bilamizlar? Bani Isroil shunda degan vaqtda Musa alayhisalom Alloh taolaga bunday shikoyat qildi. Robbi inni la amliku illa nafsi va akhi. Ey Robbim, men faqat o'zim va qarindishim Harun bilan egul oldim. Ma Bani Isroil gapga unimidi. Ma zolimlar qarshi harakat qilg'ili unimidi. Jihad qilg'ili unimidi. Fafruq baynana va baynal qawmil fasiqin. Men bilan qavmning o'tirisini ayirg'in ey Alloh. Men ayrim bir hukm qilg'in. Meni ular qo'shab qo'ymag'in dedi. Agar men xalqimiz o'yg'ong'il unimasa, biz xuddi Musa alayhisalomdek o'zimiz yolg'iz bir kishilik bo'lsin, millat uchun azroq bo'lsin bir qilaydigan bir ishni qilib turib, Alloh taolo xuddi Musa alayhisalom degandek, ey Alloh, men qildigan ishni qildim deb bu xil ifodani bildirishimiz kerak. Zolim kuchlikkan, uning qarta bir ish qilgan foydasi yo'qkan deb u zolim qarta harakat qilishni keniga yaltaygan bu xalq qarta Alloh taolo qanday muomala qildi? Fa innaha muharramatun alayhim 40 sana. Sizlarga zaminingizga kirish 40 yil harom qilindi dedi Alloh taolo. Buni deganga bilamsizlar? Ma avlatqa u g'alba vataniga qaytish nisb bo'lmaydi, harom qilindi dedi. Alloh taolo agar Uyg'urlarga ana shunday bir zolimni musallat qilish orqali bizni yuqori bir o'ringa ko'tarishni maqsad qilgan bo'lsa, agar biz yaramas chiqib qilib, o zolimlar bilan biz bir ish qilolmaymiz, biz degan hozir ojiz, beshqanon foydasi yo'q deb yaltib olsak Bani Isroillardek, Alloh taolo bizga bermaydi qalbini. Ammo biz Uyg'urlarni ana shunday ustun qilishni adab qilgan bo'lsa, bizning keyin kelgan avlodlar agar o'zining mas'uliyatini tunisa, Bani Isroildek gap qilmasa, ularga bir ish mumkin. Nima ish qildi 40 yildan bilamizlar? Yatihuna fil ard. Ular zaminda adishib yurdi. Nima ish qilishini bilanmadi. Ibn Abbas mush oyatning tafsirida yatihuna fil ard degan mush oyatni ular bir yerga yig'ilishidi, bir ish qilayil deydi, ammo hech qanday natijasiz qaytadi deydi. Bizning ahvolimiz sal o'xshab qoladi, ha? Bizmi qalbimizda pek cho'ng g'am qilinmagandan keyin, zodima vatanimiz uchun bir ish qilsak bo'ladi degan gapimizda pek samimiy bo'lmagandan keyin bir ish qilayil deymiz, lekin yig'ilimiz, choy ichishimiz, qo'yib ketimiz, yetish yo'q. To'xtamay yig'ilish, to'xtamay uchrashish, to'xtamay yig'in. Alloh bizni Bani Isroillarga o'xshab bo'lib qolishdan saqlasin. Fala ta'sa alal qawmil fasiqin. Fasiq qavm uchun qayg'urmag'in deb Alloh taolo ana shunda Alloh taolo ularni imom qilish fursatini bergan. Ana shunda cho'ng zolimlarga qarshi harakat qilishni yaltayganligi uchun ana shu Bani Isroilga Alloh taolo o'zining zaminiga kirishni 40 yil harom qildi, 40 yil kechiktirdi. Ammo keyin kelgan avlodincho, keyin kelgan avlodi, keyin kelgan payg'ambarlarning tarbiyalashi bilan o'zining majburiyatini tunug'an, ma ummatning g'amini, mazlumlarning g'amini g'am qilgan holati yetishganlik uchun Alloh taolo keyingi ummatga o g'albani nisb qildi. Demak, bu
Bu zulümlarga qarta bizning qildigan ishimiz Allohning intiqomini oldirtish va yoki boshqalarni ubudish emas. O'zimiz ma bo'layotgan zulm qarshi, ya'ni millatimiz kelgan musibatlarga qarshi nima ish qildik? Jaholat qarshi nima ish qildik? Ma'ni hammamiz o'zimizdan so'rashimiz kerak. Allohning intiqom elishi bo'lsa zolimdan, Alloh taolo Qur'on Karimda bayon qilgandek bir qancha bosqich bilan chuqur ro'yobga chiqadi. Alloh taolo zolimlarni bundaq 4 bosqichda halok qiladi. Birinchisi al-imhal val imla. Alloh taolo Qur'on Karimda va umli lahum inna kaydi matin. Men zolimlarga muhlat beraman dedi Alloh taolo. Aldirab halok qilmayman dedi. Nima uchun? Va rabbukal g'afuru zur rahma. Sizning Robbingiz kechirimchan va shafqat egisi. Agar zolim zulmidan keyniga yansa, tavba qilsa, kechirim qiladi, uni rahim qiladi. Agar yana davom qilaversa, andiki intiqom oladi. Law yu'akhiduhum bima kasabu la'ajjala lahumul azab. Agar Alloh taolo qilmishi qarab jazolaydigan bo'lsa, birisi zulm qilib qo'ysa, uni keyindan jazolaydigan. Bu shundaq bo'lgan bo'lsa, albatta ularga jazosini tizlatgan bo'ladi. Shu vaqtda jazosini berib qo'ygan bo'ladi. Ballahum maw'idun la yajidu min dunihi maw'ila. Lekin ularga belgilangan bir vaqt bor. Ularning halok bo'ladigan, Allohning ulardan intiqom oladigan bir vaqti borki, vaqti kelgan vaqtida la yajidu min dunihi maw'ila. Ular Allohdan boshqa hech qanday panogoh topolmaydi. Allohning intiqomi kelgan vaqtda qochadigan hech qanday yer topolmaydi dedi. Demak, Alloh subhanahu va taolo zolimlarni birinchi bosqichda qanday qildi ekan, zolimlarga muhlat beradi. Ikkinchi bosqichda Alloh taolo istidraj. Alloh taolo Qur'on Karimda sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun deydi. Ular bilmagan yerdan, ya'ni ularni asta-asta halokatga yaqinlashtiramiz deydi. Qanday yaqinlashtiradi? Qilgan ishida texim muvaffaqiyatga erishtirib, texim taraqqiy qildirib, o'zining qilgan ishini to'g'ri deb o'shunda minib beradi. Istidraj degan gap shu cho'nqurlab kirib beradi. Zulmini tex qilib beradi. Amaliyotda bu dunyoda cho'ng kuchlab ketdi deganligimiz Allohning intiqomiga texim yaqinlashganligining bir alomati. Ya'ni ikkinchi bosqich. Uchinchi bosqichda zulmini chiroylik ko'rsatadi. Va zayyana lahumush shaytonu a'malahum. Alloh taolo Qur'on Karimda shayton ularga amalni, ya'ni zulmini chiroylik ko'rsatdi deydi. Ya'ni ular chiroylik ko'rsatganlik uchun qilgan zulmiga chiroylik ismlarni qo'yadi. Ana shundaq lagerga, tarbiyalash markazi va yoki shunga o'xshagan chiroylik ismlarni qo'yib zinnatlaydi deydi. To'rtinchi bosqichda andan keyin al-akhdhu val intiqom, rasmiy intiqom vaqti keladi. Alloh taolo Qur'on Karimda va kazalika akhdhu robbika iza akhadha al-qura va hiya zalima inna akhdahu alimun shadid. Parvardigoring Robbing zolim davlatlarni halok qilsa, ana shundaq halok qiladi. Qanday halok qiladi? Nemrutni halok qilgandek halok qiladi. Fir'avnni halok qilgandek halok qiladi. Masalan, 1200-yillari Bag'dodda ajoyib cho'ng qirg'inchilik bo'lgan. Ya'ni shu davrda dunyoninki 3 dan 2 qismini egallagan bir zolim bo'lgan. Kim? Chingizxon. Ko'pinchimiz bilamiz. 33 million kvadrat kilometr ya'ni egallagan eng cho'ng zolim. Bag'dodga kirib 1 million 800 ming musulmonni shahid qilgan. 1 million 800 ming Bag'dodning ichida. Bag'dod shu davrda qanday bilamsizlar? Bugun kunimizda Amerikadagi Silikon vodiysiga o'xshash yer. Ya'ni Bag'dod ilm ma'rifatning markazi. Yevropadan, Ispaniyadan, butun yerdan ilm o'rganmoqchi bo'lgan odam Bag'dodga keladi. Bugun kunimizda ilm o'rganmoqchi bo'lgan odam Yevropaga boradi, masalan, ya Amerikaga boradi. Shu davrda ilm o'rganmoqchi bo'lgan odam Bag'dodga boradi. Shunga Mahmud Qashqarmi Bag'dodga borgan shu davrda ilm markazi bo'lgan. Ana shundaq ilm ma'rifat markazini Chingizxonning avlodi bo'lgan Hulako kirgan vaqtda Bag'dodga 40 kun ichida 1 million 800 ming odamni o'ldirib qatlamab bo'lgan. Bu 1 million 800 ming odamni o'ldirib, uning jasadi bitirab qilinmagan bo'lg'achqa Bag'dod ichida vabo taqib ketgan. Faqat qabri kiyolgan, o'nkular kiyolgan odamni saqlagan. Shu davrda ustidan yoki sirtdan islomga baho berganlarni deb baho bergan bilamsizlar? Yahudiylar, xristianlar endi islom deydigan bir narsa qolmadi. Chunki u vaqtda xalifalikmi ojizlashib, yo'qni o'rlab qolgan. Haqiqiy kuchli islom davlatimi yo'q. Musulmonlarning markazi, poytaxti, nech asr poytaxti bo'lgan Bag'dod ana shunday musibatlar bo'lg'achqa islom tugidi. Bundan keyin islom bosh ko'tarmaydi. Islom deydigan narsa bo'lmaydi. Endi ma Chingizxonning avlodlari dunyoga hukmron bo'lib ketdi degan mush umidsizlikka patgan. Endi ma zolim kuchlanib ketdi, islom yo'qoldi degan. Ana shu zolim nada bugungi kunda hatto shu zolimning millatidanmi odam qamoqliq. Shu zolimning millatidanmi odam qamoqliq. Ba'zilar u millat deydi, ba'zilar bu millat deydi. Men shu millatni deydigan millatni topolmaymiz. Va kazalik akhdhu robbika iza akhadha al-qura va hiya zalima. Alloh bir aholini, bir davlatni halok qilsa, ana shundaq halok qiladi. Inna akhdahu alimun shadid. Allohningki azobi, intiqomi haqiqatan qattiq. Bugun kunimizda bizga kelgan zulmlar bo'lsin va yoki bugun kunda G'azzada och o'layotgan kichik buvoqlarga qarab turib, Alloh rahimsiz ekan degan maxyal kalonlar kelib qolmasin. Qaranglar, sizning ko'zingizga shu vahshiy ko'rinadi. Bizning ko'zimizga vahshiy ko'rinadi, shu o'ldirilgan buvoqlar bo'lsin, bolalar bo'lsin. Lekin inson jini chiqqandan keyin hech qanday azob tuymaydi. Shahid tunji og'riq azobidilar, uningdan keyin butun gunohlari afv qilinadi, u boshqa bir dunyoga o'tib ketadi, undan keyin u haqiqiy rohatga chiqadi. Bizning ko'zimizda azoblangandek ko'rinadi, lekin jini chiqib yana bir dunyoga o'tib ketgandan keyin holatini biz bilmaymiz. Alloh taolo ularning o holatini Qur'on Karimda bayon qilib deydi bilamsizlar? Farihina bima atahumullohu min fadli. Ular shunda shahid bo'lgandan keyin Allohning bergan fazlidan ajoyib xushal ketadi. Va shundaqla tex dunyoda shahid bo'lmagan kishilarga bishorat bergisi kelib ketadi deydi. Shuning uchun o shahid bo'lgan buvoqlar, bolalar qarab, ichi og'rishdan ilgari o'zimizga
iş ağırtaylı. Ma hayat qağallar biz nima ish qilyapmiz? Maning qarashimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo u zolimlardan chuqum ma dunyoda ba'zilarining intiqom oladi, ba'zilarining kechiktiradi. Nima uchun ma dunyoda hamma zolimlarni bizga ko'rsatib azoblayotmaydi? Nima uchun zolimlarning hammasini ma dunyoda intiqom olib bizning qalbimizga shifo bermaydi bilamsizlar? Birinchidan, ma dunyo imtihon maydoni. Imtihon maydonida shu vaqtlar qog'ozni tekshirib, ma o'tdi, ma o'tdi demaydiganda hech kim. Dal shunga o'xshash Alloh taolo ma dunyo imtihon maydoniga chiqqa bir zolimning jazosining hammasini ma dunyoda berotmaydi. Shundaqla ma dunyo zolimlarning jazosini berishga kichik kelib qoladi. O'ylab baqing hozir. Shu bizga zulm qilayotgan zolim. Ilgirki eng cho'ng zolim aytlar, masalan, Mavzunni. Shu zolimga qanday jazo bersak, undan intiqom elna, qisos elna. Hozirgi Netanyahuga qanday jazo bersa, qisos elna. Olib darg'asa qisos elnamda. U necha ming odam o'ltirgan bo'lsa, bir uni o'ltirayotgan qanday qisos elnadi? Ularning zulmi shu darajada haddidan oshganki, ularga jazo berishga ma dunyo kichik kelib qolg'achqa, zolimlarning zulmini Alloh taolo texmi cho'ng, tirisi kuyab pishib, sizni es qilmaydigan bo'lib qolsa, almashtirg'uli bo'ladigan, jinni chiqamay, to'xtamay azoblig'ili bo'ladigan cho'ng mahkamaga kechiktiradi. Mohiyatdimi kichik masalalar kichik mahkamada ayriladi. Cho'ng hodisalar qancha cho'ng bo'lsa, shuncha cho'ng mahkamada ayrildi ya. Dal shunga o'xshagan ba'zi zolimlarningki azobi cho'ng mahkama bo'lgan qiyomatga qo'yiladi. Bu hargizmi Alloh taoloninki ularga kengchilik qilganligi va yoki ularni boshqa etganligi emas. Alloh subhanahu va taolo ularning qiyomatdagi ahvolini Qur'on Karimda bayon qilib, bizning qalbimizga shifolik bo'lish uchun yawma tubaddalul ardu ghayral ardi was samawati wa barazu lillahil vahidil qahhar. Qiyomat kunida mazimin boshqa zaminga, ma asman boshqa asmonga almashtirildi. Nima uchun? Mazimindan necha milliard inson yashab o'tdi. Hozir maziminda 8 milliard inson bor. Agar tarixdan buyon yashaganlarning hammasini yig'sam, patamda maziminga patmaydi. Qur'on Karimda buni aytib qo'ydi. Mazimin boshqa bir zaminga almashtirildi qiyomat kuni. Wa barazu lillahil vahidil qahhar. Allohning dargohida butun kishilar hozir bo'ladi. Wa taral mujrimina yawma idhin muqarranina fil asfat. U kunda gunohkorlarni, zolimlarni, kofirlarni, tajovuzchilarni zanjirlar bilan bir-biriga chetilgan holda ko'rsa deydi. Sarabiluhum min qatirani wa taghsha wujuhahum an-nar. Ularning ko'ngligi qarmaydin bo'ladi. Ot ularning yuzlarini o'rib oladi. Undan boshqa Alloh taolo Qur'on Karimda ularga tumirdan kim ko'gizdiganligi, u tumir o'tdan qizildiganligidan iborat zolimlardan qanday intiqom oldiganligi, uning oqibatining qanday bo'lganligini Qur'on Karimda nurg'ulg'an oyatlar orqali bayon qildi. Biz bu oyatlarga imoya etgan, bu oyatlarni namozimizda o'qiydigan musulmonlar. Shuning uchun bizning Al-Muntaqim ismidan oldigan nasibimiz shu bo'lishi kerakki, ümidsizlanmaslik bo'lishi kerak, ishonch bo'lishi kerak. Ya'ni Alloh taolo u zolimlardan chuqum intiqom oladi. Hargiz bosh qo'yatmaydi. Fala tahsabanalloha mukhlifa va'dihi rusulah. Innalloha azizun zuntiqam. Hargiz o'ylamanglarki, Alloh taolo o'zining payg'ambarlariga bergan va'dasiga xiloflik qiladi deb o'ylamanglar. Innalloha azizun zuntiqam. Alloh taolo g'olibdir va intiqom egasidir. Ya'ni intiqom og'uchidir. Ikkinchisi, biz asla va asla mazlumlarga qarta zulmlar uzun bo'lib ketsa va yoki jiq odam o'lib ketgan qarab turib umidsiz qolmasligimiz, tushkunlashib qolmasligimiz, bushib qolmasligimiz kerak. Alloh taolo Qur'on Karimda Allohdan eskartib, "Va la tahinu va la tahzanu va antumul a'launa in kuntum mu'minin." Sizlar agar mu'min bo'lsanglar, Allohga ishondik degan gapni rasul bo'lsanglar, jannat bor, do'zax bor degan gapni rasul bo'lsanglar, hargiz bushib ketmanglar. Va la tahzanu, g'am qayg'u tushmanglar. U shahid bo'lgan kishilarga qarab, u vatanimizda bo'lgan zulmlarga qarab, g'am qayg'u tushib bushib ketmanglar, umidsizlanib ketmanglar. Va antumul a'launa. Sizlar chuqum ustun bo'lsizlar, in kuntum mu'minin. Agar ishonsanglar, ash iymoningni yo'qotmasanglar, ash umidingni yo'qotmasanglar, chuqum ustun bo'lsizlar deydi. Bizning bu Al-Muntaqim ismidan oldigan 3-dars bo'lsa, biz Al-Muntaqim Allohning bandasi bo'lgan ekanmiz. Asla va asla ishlarni xuddi Bani Isroilga o'xshash Rabbimizga tashlab qo'yib, o'zimiz mazlum qarshi hech qanday bir dardlanmay, g'am qilmay, manxa shaklda yashab kelsak bo'lmaydi. Shundaqla hozir ko'pinchimiz G'azada bo'layotgan zulmni taqtibyapmiz. Vatanimizda shunday bir ish bo'lsa, uni taqitib, mushundaq har xil shaklda o'zimizning istashqini bildiramiz. Aziz qarindoshlar, bu bir qo'limizdan keladigan kichik bir ish. Lekin biz vatanimiz anda ishlab deb to'xtamay yig'laylik va yoki hech ish qilmay duo qilib o'ltirlik. Bu realligimizdan unda asalliqcha hech narsa o'zgarmaydi. Buning uchun cho'ng bir harakat lozim. Qanday harakat lozim bilamsizlar? Bir o'quvchi bo'lsa, men chuqum yaxshi o'qishim kerak. Mushu yaxshi o'qib, bizning xalqimiz bo'lgan zulmni azaytish, xalqimning ustiga bo'lgan zulmni pasaytirish uchun azroq bo'lsin bir ish qilishim kerak deydigan mohir idea qilishimiz kerak. Bir tijoratchi bo'lsa, men mushu tijoratim orqali, pul tepish orqali ma zulm qarshi bir ish qilishim kerak deydigan ma'an qilishimiz kerak. Yozuvchisi bo'lsin, ziyolisi bo'lsin, olim bo'lsin, kim bo'lsin, muntaqim Allohning bandasi bo'lgan ekanmiz. Qilgan har bir ishimizning oxirini shu zulm qarshi markazlashtirmasak, biz Allohning oldidagi mas'uliyatni qutlamaymiz va shundaqla bu zulmni hech qanday pasaytirmaymiz. Chunki ma dunyoda bir qonuniyat qo'ygan Alloh taolo. Mushu qonuniyat bo'yicha bizning qo'limizdan kelgan ishni qilib turib, kuchimiz yetmagan vaqtda, andikin Alloh taolo xuddi Badr yerdan bergandek, ondan boshqa nurg'un yerdan bergandek Alloh taolo bizga yordam beradi. Agar biz mushu istashqimiz rasul bo'laman bo'lsak, vatanda bo'layotgan zulm qarshi isyonimizda, ishimizning pushida rasul bo'laman bo'lsak, qilayotgan ishimizning texnik tirishalik bilan qilamiz. Bir hassa tirishalik ko'rsatgan bo'lsak, o'sha energiya bilan ikki hassa tirishalik ko'rsatamiz. Ya'ni ma shariatimizga ta'sir ko'rsatsa, ma istashqimiz, ma ichib pushimiz, ma zulm qarshi uhsinishimiz, andan keyin biz ma samimiy shaklda uhsingan bo'lamiz. To'rtinchisi,
dersi, yani bizim El-Muntakim isminden aldığan 4. dersimiz bolsa, biz özümüzni tekşürüşümüz gerek. Allah subhanahu wa taala ba'zida o zulmni, musibetni beşimizga bekaga keltirip koymaydı. Men hazır şu Gazada bulayotgan, hatta bizga bulayotgan zulmlar qarta, dunyoning sukut qilishi, uning qarta hech qanday inkas bildirmaslik qarab, Alloh taolo ma bizga, ma dunyoga texmi cho'ng bir ofat biramdikin deb o'ylab qiladiq. Chunki Alloh bunda zulmga rozi bo'lmaydi, qarindoshlar. Bunda sukut qilishga rozi bo'lmaydi. 3 million odam lagerga sulandi desa, uningga hech bir sado bildirilmasa yoki yetarlik sado bildirilmasa, inkas bildirilmasa, endi uni bilmay qolgan o'xshaydi desak, ko'z oldimizda 30 necha ming odam bombalanib o'ltirilsa, bexatar rayon deb belgilangan chedirlarga o't qo'yib bomba tashlab o'ltirilsa, qo'shnisi bo'lgan, arab bo'lgan, musulmon bo'lgan odamni xotirjam o'zining ishidan yashayotsa, ma dunyo imtihondan qoldi. Ma dunyo sinfdan qoldi. Ma shunda ko'rinyapti. Ma dunyoni yangi bir ofat, yangi bir Allohning azobi kutayotgandek bir ahvol bor. Ammo biz o'zimiz qo'limizdan kelgan bir ishni qila olsak, shu ishlar qarta azroq bo'lsin o'zgarish qila olsak, mushunda zulm bo'layotibdi. Mana islom ummati uchun, o'zimning xalqi uchun, o'zimni texam bir yaramliqroq bir odam qilayki, vaqti kelganda o'zimni ma xalqim uchun ishlatay, vaqti kelganda ma pulimni xalqim uchun ishlatay deydigan maholatga o'tib harakatimizda o'zgarish bo'lsa, inshaalloh biz xuddi Musa alayhissalom va shunday Nuh alayhissalom va Nuh alayhissalomning ash kimizga chiqib qolgan kishilarga o'xshash o'zimizni qutulib olishimiz mumkin. Alloh subhanahu va taolo bizni o'zimizni isloh qilgan kishilarning qatoridan qilsin. Alloh taolo Qur'oni Karimda "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'd allazi amilu la'allahum yarji'un" deydi. İnsanlar qilgan gunohlar tufayli quruqlikda va dengizda ofat yuz berdi deydi Alloh taolo. Zulmga ovosiz qolganligi, zulm qarshi hech qanday harakat qilmaganligi, o'zining bekishlig'i bilan bo'lganligi tufayli quruqlik va dengizda ofat yuz berdi deydi. Ofat yuz berganligini xabar beryapti-da. Qachongacha la'allahum yarji'un. Ular qaytqucha, o'zining mas'uliyatini tunug'icha, ras istashlik qilgucha, rasma zulm qarta ichib pushib, uning qarta bir o'zda o'zgarish bo'lgan qadar shunday ofatlar yuz beradi deydi. Alloh subhanahu va taolo hammamizni mas'uliyatini tunug'an kishilarning qatoridan qilsin. Haqiqiy Abdul Muntaqim, haqiqiy intiqom olg'uvchi bo'lgan Alloh subhanahu va taoloning bandalaridan qilsin Alloh subhanahu va taolo. Hargizmi bexud yashab, yumshoq hayot oldib ketadigan kishilarning qatoridan qilsin Alloh subhanahu va taolo. Nima ish qilma deb so'rasanglar, o'quvchi bo'lsanglar, mushu o'qishimni men yaxshi o'qib, hatto shu maktab bo'yicha eng yaxshi o'qib, mushu o'qishimni zulm qarshi bir ishni ishlataman. Mushuni yetkazsanglar, sizlar majburiyatni tunug'an va shundaqla o'zingni qutqizishga qarab mangan bo'lasizlar. Chunki Alloh taolo Qur'on Karimda "Innalloha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Bir millat, bir qavm o'zini o'zgartmaguncha ular o'zgartib qo'ymaydi dedi. Biz ma millat o'zgarsa bo'ladi, ma zulm o'zgarsa bo'ladi, ma zulmdan qutulsa bo'ladi deymiz ya. Bu zulmdan qutulishi nereden boshlanadi? Ma bi anfusihim. O'zimizdan boshlanadi. O'zimizdagi hururlikni yo'qotishdan boshlanadi. O'zimizdagi shaxsiyatchilikni yo'qotishdan boshlanadi. O'zimizdagi cho'ngchilikni, o'zimizdagi hasadxo'rlikni, o'zimizdagi bütün illatlarni yo'qotishdan boshlanadi. Chunki ma millat ana shunday silga o'xshash, bizga o'xshash, shunday hujayralardan tashkillanadi. Har bir hujayra sog'lom bo'lsa, har bir hujayraning immunit kuchi yuqori bo'lsa, badan sog'lom bo'ladi-ya. Dal shunga o'xshash ma shaxslarningki, mushada o'tirganning hammamiz yomon ilg'or, yaramliq, imoniy jihat yaramliq, amaliy jihat yaramliq odam bo'lsa, bizning sifatimiz boshqacha o'zgaradi. Undan keyin biz kor qildigan odam bo'lamiz. Undan keyin Alloh taolo rozi bo'lgan yerda shu kor qildigan badanimizni, kor qildigan aqlimizni, kor qildigan pulimizni ishlata olamiz. Shuning uchun nima ish qilmaymiz degan gap qartak va yuqorida degandek ish aniq qildigan ish. Alloh taolo hammamizni o'zimizni mas'uliyatini tutgan kishilarning qatoridan qilsin. Va axiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin.